Ekonom mashina qidirgan akalarimiz uchun gibridlarning paxani Southwest S09 Max varianti bo'ladi akalar. Keling bitta obzor qilib o'tamiz sizlarga. Oldindan qarasangiz agar Li mashinasini o'xshatadi aka, lekin undan ham chiroyliroq bo'lgan bu dizayni. Chunki nima sababdan nemetskiy bilan Xitoy совместно ishlab chiqarilgan mashina bo'ladi aka. Kuzov bilan elektronikasi Xitoyniki bo'ladi. Motor, ходовой korobkalari hammasi nemetskiy sborka bo'ladi akalar. Keling. Faralar oldi monolit qo'shli faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Linzali optik adaptivniy faralari 400-500 metrgacha spokon yoritib beradi akalar. Qarang, oldidagi kameralar 360 emas, bunaqa zamon o'tdi aka, 540 gradus kamerasi. Taylar bilan polni ko'rsatib beradi sizlarga aka. Kelinglar. Общий zapas xodini aytib o'tamiz, sразу 1200 km aka. Tokni o'zida 200 km yurib beradi. Bu oddiy gibrid emas, ana boshqacha gibrid aka. Sababi nima uchun? Bu ham benzda yuradi, ham tokda yuradi, ham ikkalasi aralashma yurib beradi akalar. Kelinglar. Diskalarni ko'radigan bo'lsak, 20 razmerli alyuminiy litiy quyma diskalari bo'ladi akalar. Qaranglar. Opor diskalari aytib o'tgandek, nemetskiy производство McPherson firmasida qilingan bo'ladi. Mnoгорчажный независимый nima degani? Har bitta ballon alohida ishlaydi akalar. Qaranglar. Tormozli sistemaga o'tadigan bo'lsa agar ABS bo'ladi, o'zini sovutish tizimiga ega. Самоохлаждающий deyiladi. Bilgan biladi bu narsani. Xo'p, mabitlar mashinamiz o'zi zavodskiy bir xil shumka bilan keladi, zavodning o'zidan. Mabitlarga e'tibor bersangizlarga plastmassa emas, barx bilan qoplangan bo'ladi. Shu sababdan ham asfalt shumi salon ichiga kirmaydi. Keling, mabitda ko'rsangiz agar slipoy zonalari mavjud. Бесключевой доступlar, sensorli knopka emas. Shunga ham alohida e'tibor beramiz. Освещение o'zi eshik ochganda tushadi aka. To'g'ri, qarang. Oldinga ichkariga o'tadigan bo'lsa agar polni apshkalari nappa ko'sha bilan ishlangan bo'ladi. Qarasangizlar agar kombinatsiya qilingan seri rang bilan oq, молочный rang kombinatsiya qilingan. 3 xil rang ham qo'shilgan. Balotvisidan bor bu yerda. Mana bu yerda ko'rsangiz agar podsvetkalari 18 xil rangda bo'ladi. Uni monitor ichkaridan almashtirsa bo'ladi ranglarni. Akustikasiga qaradigan bo'lsak, Sony akustikalari yaponskiy bo'ladi, original. Uni bilgan biladi aka, har bitta eshikda ikkitadan qo'yilgan, общий 8 ta bo'ladi. Keling, ichkarini ko'rsatib o'tamiz. Samolyotda o'tirgandek bo'ladi. Qarang, stendani o'zi 6 xil положениеda bo'ladi. Tepa, past, oldin, orqa. Hammasi elektronlik. Mana bu belniki, spinodержатель deyiladi bu narsani. Mana bu pamять сиденья, 3 xil pamять сиденьяsi ham bor. Rul elektron усиленный rul bo'ladi-ki, spokon bir maromda o'ynatsa, baydasangiz bo'ladi. Rejimlari: Eco, normal, sport. 3 xil rejimda bo'ladi. Xo'p. Qarab o'taman. Adaptivniy kruz kontrol, полоса удержания, самоторможение, детский rejimlari hammasi bor. Lyuklarda, oynalarda, и также bagajda. Kelimasiga bitta ko'rsatib o'tash shuni ham. Детский rejimlari mavjud. Faqat so'zda emas, по факту ham ko'rsatib beraman aka. O'ng qo'lda голосовое управление, multimedia hammasi ko'rsatib beradi. YouTube-mi deysizmi, CarPlay deysizmi, hammasi bor aka. Javob beraman bu narsaga. Xo'p, tabloga e'tibor bering aka, polni har bitta shinalar davleniyasini ko'rsatib beradi, polni suv datchiklari hammasi ko'rsatib beriladi. Mashinamiz aytganimizdek gibrid. Hozir ko'rsatib o'taman. Ana, ham batareyada ham ishlaydi aka, ham benzinda ham ishlaydi, ham ikkalasi qo'shish. Ana, hozir motorga o'tkazdim. Motordan o'zi chiqyapti. Ishlayotgan bo'lsangizlarga, sizlarga menga yaxshi ishlayapti. Xo'p. Keyinga o'tadigan bo'lsak. Bu hammasi o'zingizlarning qo'llaringizda bo'ladi. Kamerasi aytib o'tgandek, sразу ko'rsatib o'taman. 540 gradus kamera bo'ladi. Mana buning nomi 540 deyiladi. Ballonlar bilan birga. Mana buni ko'rsatsangiz agar, ballonlari qayriladi. Ko'rsatgan payt. Mana bu narsa agar, mana bu 360 kamerasi hozir. Hammasi ko'rsatib beradi. Yon tomonlaringiz bilan birga, ballonlarni oldi bilan, mana bu yerda ko'rsangiz agar, ballonlarni oldi bilan ko'rsatib beradi. Pavorotlarda ballonlarni ko'rsatadi sizlarga. Xo'p, qaranglar, бесключевой достуp, беспроводной zaryadniklari bor. Samoохлаждающий, o'zini sovutish tizimiga ham ega. Endi qarasangizlar, pultni ham zaryad qo'ysa bo'ladi aka, batareya almashtirib o'tirmaysiz. Mana. Richagga o'tagan bo'lsa agar 2 stupenchli, mexanika bo'ladi, avtomat bo'ladi. Xrustalniy ручная работа deyiladi bu narsaga. Qirilmaydi, chizilmaydi, bemalol ko'rsangizlar bo'ladi. Xo'p, bu narsa faqat nemetskiy sborkada, aslida BMW da bo'ladi, Southwest da bo'ladi. Xo'p, nimalarni ko'rsangiz, avtoholda ham bor. Avtohold bilmagan okalarimiz uchun kolotkani tejash desak ham bo'ladi. Svetoforda o'tirgan payt tormoz bosib o'tirmaysiz, bosib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, podstakanlikni bitta ko'rsatib o'ting qan. Podstakan, ikkita podstakanlik aka, kerakli payt ochasiz. O'zini sovutish tizimiga ham ega. Samoохлаждающий bu. Barlarimiz ham shu, холодильник bo'ladi.
o'zini освежителib qo'yadigan joyi ham bor. 3 xil hidda bo'ladi. Uni ajilni ishlatsangiz bo'ladi. O'zlari tanlab hidlarini kansallardan chiqarib beradi. Avtoregistrator o'zida bor. Bitta fleshka qo'ysangiz bo'ldi. Bitta ochga qo'yadigan joylari bor. Luklar, panorama luk, bitta ko'rsatib o'tishlarni ham. Bo'ldi. Kojalarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Sizdan yana bitta ko'rsating bilan lappa koja bilan alkantara kombinatsiya qilib ishlangan. Keyin orqani ham bitta ko'rsatib o'ting. Mana ko'ryapsiz, pastlari splashnoy bo'ladi. Pregrada yo'q, o'rtasida chegara yo'q. Anchagina katta, bemalol bo'yim 185, spokойно yotib o'tiraman. Bitta ham shu kolonkalari ikkita. Sony. Klimat nimasi konteynerlar ko'rsak, deflektorlar 3-radgacha polni hamma joyda qo'yilgan. Bo'ldi. Buni ham ko'rsatib o'ting. 3 zonali klimat kontrol. Shopirniki отдельно, buton passaj tomoniga, orqaniki отдельно. Mana buni ko'rsangiz agar orqadan ham o'tirib ularni qilsa bo'ladi. 7 kishilik mashinamiz, bitta 3-radni ham orqasidan ham ko'rsatib beraman keyin. Anchagina katta, ichini ham ko'rsatib bering bitta. 3-o'rinli xolodetskiy zona deyiladi, anchagina kattasi. Katta kishi ham spokойно o'tirib biladi. Detskiy rejimlari bagajda ham bor. Bitta joyni ko'rsatib o'tamiz. Baklarda 380, 220. Uy sharoitida zarar bersangizlarga 220 bilan 7000 so'mda zarar oladi. Ko'chada 35 ming, 30 ming yarim soatda zarar oladi. Polni bak yoki. Bu uylaringiz uchun ana uyda svet o'chgan payt tok olsangizlar ham bo'ladi. Bu Xo'p akalar, garantiyasiga o'tadigan bo'lsak agar 6 yil garantiya beriladi 200 ming kilometr. Nima sababdan? Ko'p avtomobillarda 3 yil 150 ming kilometr beradi. Nima uchun? Чисто Xitoy bo'lgani uchun. Shu sababdan. Bu nemetskiy sborka bo'ladi, совместно ishlangani uchun 6 yil spokойно berib bilamiz. Servis ham hamma narsalar mavjud. И также bonuslar qo'shilib beriladi. Bonuslarga o'tadigan bo'lsak, pollik, порог, tonirovka, radiator защиты, полный bak benzin ham qo'shib beradilar aka. И также 32 tali televizor. Nima? Adresga o'tadigan bo'lsa, keling bitta adresni tushuntirib o'tamiz ko'chadan. Ko'rsatib o'taylik. Akalarimiz adresga keladigan bo'lsak, Jizzax shahri Islom Karimov Shoh ko'cha 67-uy. yoki xalq tilida aytadigan bo'lsak agar, Dunyo restoran ro'parasida Dream House domining aka ko'rsalaringizga birinchi qavatda joylashgan bo'ladi. Hammalaringizni kutib qolamiz. Ish vaqti soat ertalab 9 dan kechki 8 gacha.